Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon izleyiciler. Partlagan Sükut programımızdan 31. saniylik görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli qarindoshlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga elib berayotgan inson tasavvur qilolmaydigan darajadagi bu jinoyatlarini, tajovuzchiligini bevosita yashagan shohidlar orqali yoki bo'lmasa o'zi erkin dunyoda yashayotgan bo'lsa-mu, oilasiga kelgan ig'ir fojialarni birinchi qo'l shohidlar orqali Xitoy butunlay inkor qilayotgan, numus qilmasdan hammani inkor qilib en ahırda xalqaraning shunchalar besimlarga chidamay inkor qilib kelayotgan bu lagerlar masalasini kasbiy texnika o'rgatadigan, tarbiya qiladigan maktab bu shundoq yaxshi qilyapmiz. Biz shunday idisi zaharlangan atalmish mingisi diniy asabiy nimalar bilan zaharlanib qolgan mushularni butun dunyo hatto 6 noyabr echilgan xalq olam oldida shunchalar isbotlarning oldida numus qilmasdan biz insoniyatga bir to'kib qo'shyapmiz. Boshqa davlatlarda terrorchilarni jazolab, turmalarda qilsa, biz uni tarbiyalab, kasb o'rgatib, jamiyatga foydali insonlar qilib yetishtiryapmiz deydigan darajada Xitoyning tabiatida bo'lgan bu numussizligini oshkorlab kelayotgan shunday paytda biz shu shohidlar orqali Xitoyning bu da'volarininki, bu yolg'onchiligininki haqiqiy shohidlar bilan isbotlab Xitoyni yerga uryapmiz, tashviqot jang ilib beryapmiz. Bu yerga kelib berayotgan qarindoshlarimiz dadillik bilan chiqib ekranga va yoki boshqa telefon orqali bo'lsin Xitoyning bu jinoyatlarini oshkorlayotgan qarindoshlarimizga opirini o'qiymiz, ko'pdan ko'p rahmat aytamiz va chaqiriq qilamiz har qaytimqadak texnik ko'p chiqishi kerakligini, buning muhimligini, ahamiyatini so'zlab kelyapmiz. Bugun ham har qaytimqi sonimizda farqli fojialarni angladinglardak. Bugun Xitoy lagerida o'zi bizning vatan Sharq Turkiston shu u yerda yashab, u yerda cho'ng'igan inson emas. Hattoki butun necha avlodgacha shu Qozog'istonda ota-bobolaridan tortib shu yerda tug'ilib o'sgan, shu Qozog'istonning vatandoshi, shu yerning fuqarosi bo'lgan, yillardan buyon Sharq Turkistonda tijorat qilib, Xitoyning boshqa shaharlarida tijorat sababidan kelib chiqayotgan bir Uyg'ur hadimiz Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiy zulmining bostirishining ichiga kirib 1 yil 3 oy 10 kun jarayon shu qabohatlik echinishli kunlarni tatib bevosita beshidan o'tkazgan hurmatli Gulbahor Jelil hadimiz bugun programmamizga qatnashib Xitoyning bu rezilligini oshkorlash uchun keldi. Oldi bilan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz o'ziga, qimmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun. Rahmat sizga. Albatta men hissiyotingizni bugun studiyada hozir kirishdan burunmi nurg'un azroq paranglashgan bo'ldik. Bugungi ekran oldida o'tirayotgan hissiyotingizni tushunman. Albatta siz bevosita bu zulmni yashagan, bu qabohatlik echinishli kunlarni ko'rgan bir ayol bo'lish sifatingiz bilan tuyg'ularingizni siz yashab boqqan bir inson tasavvur qila oladi albatta. Şu anda sizni başta biraz tunib o'tsak programmaga kirishdan burun, uning keyindan tafsilotiga kirsak bu echinish voqealarniki. Yani dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz biz YouTube'dan hozir programmamiz naq maydondan tarqatilyapti. Har qanday inkos yoki fikrlaringiz bo'lsa yoki naq maydonga telefon nomerimiz orqali, WhatsApp orqali bog'lana olasizlar. Buni deb qo'yay. Sizni bir tunib o'taylik. Bo'ladi. Men Gulbahor Jalilova deydimdi. Jalilova Gulbahor. 1964-yılı 4-ayning 4-i to'lgan. Assalomu alaykum, hurmatli, qimmatli qarindoshlarim. Alaykum. Men o'zim 20 yil bo'ldi shu tijorat bilan bolalarimni beqib, kichik tijoratlar bilan yurgan. Xitoyga 20 yildek bo'ldi kirib chiqib yurganimga. Oxirgi qitim kirganda shu meni bular aldab chaqirdi. Aldab chaqirganda men 5-oyning 14-i Qozog'istonga kelgan, Xitoydan azroq mallarni zakaz qilib keldim. Keyin astikin bir 17-si, 5-oyning 17-si meniki aşağıda bir do'stim bor Urumchilik. Aşı dostumның kızı telefon qıptı, mening apam ciddi doktorxonada yotadi.
siz kelip sizin mallarınız geldi, kelip siz özünüz qarmısınız, biz nima qilay, qanday qilay deb şipinde evet de, mallar geldi mana deb. Keyinski men men kelganimga bir 3-4 kun bo'ldi, keyinroq bir 3 kun keyin bor aytsam, "Yo'q, mallar kelib ketdi, qanday qilmay, apam jiddiy doktorxonada yotadi, kuniga 10 ming yuan to'layapmiz" deb. Keyin apasining telefonida menga telefon qildi. Apasini akir ketdimikin desam, apasining telefonini qildi. Apasining vaqtda yuragi og'ratdi. Keyin bo'pti, men ati yo'lga chiqay deb 20-числа kuni men yo'lga chiqdim. 20 yo'lga chiqib 21-si chiqibdim eras. 21-si chiqib taksi bilan men Almatıdan taksi bilan bordim. Berib ketsi bordim. Saylikda 22-si saylikda ash qizga nimaga do'stimning qiziga telefon qildi, men keldim desam, men hozir kelma dedi. Shuning bilan soat 8da ishkini qiqib saqchilar kirdi. Saqchilar kirib özünün nimasini ko'rsatdi. Biz saqchi so'raydigan bir savol bor, juring dedi. Shu bilan pasport qayerda dedi. Men biz pasportni kepla asha nimga o'tkazib etmiz. Yataqqa o'tkazib etmiz. Shu yataqda o'tkazib etdim, ketib kepla dedim, yataqdan eling dedi. Shu yataqdan foye deymiz. Foye kirib pasportimni saqchilar bilan kirib oldik. Sumkalarim bor, sumkamning ichida pullarim bor. Uni endi men so'roqni berib qaytib kelmangu deb sumkamni hechim amasdan shu pasportim bilan telefonim qani deb so'roq saqchilar dedi. Bir qozoq saqchi keldi, bir xansu ayol saqchi keldi, bir xitoy saqchi keldi, 3 keldi. Keyin men hechim telefonim bilan pasportimni eplab biz saqchilar bilan mangdim. Menda hech qanday hechim o'ylamagan so'raydi, bir savollarni so'raydi deb o'yladim. Shu bilan meni saqchixonaga opiriblar. Kepla asken telefonumni tekshirdi. Telefonumni tekshirib, qarshi qanday hechim topamasdan telefonimda. Keyin sen bunu ayolni tonamsa deb do'stimning surtini ko'rsatdi. Ha, do'stimni tutlabdi ekanda deb shu vaqtda men o'yladim. Keyin toniyman, bu mening do'stim, menga nima toniyman dedim. Oma tijoratchi, omaningmi to'yim bo'lsa bor. Mal yo'tkatdi, Xitoydan Qozog'istonga mal yo'tkatdi. Aşının arqılıqma men aşının kargosiga men mallarını selip o Qozaq ayol menga Qozog'istonga mallarimni akib berdi. O ayolni tutibdi. O ayolni tutgandan keyin o ayolning telefonida mening nomerim chiqibdi. Aş qiziga majbur telefon qilg'izib meni chaqirtib akibdi. Mening telefonni tekshirdi, hech kim chiqmadi telefonimda. Shu vaqtda keyin asken menga sen Nur şirketiga sen pul beribsan, o 7 ming yuan dedi. Men Nur şirketiga telefon qilinglar, mening hech qanday aloqam yo'q. Sen Turkiyaga 17 ming yuan sapsa dedi. Men Turkiyaga 17 ming salsam, men Turkiyaga Qozog'istonda samayman, nimishki men Almut masha Xitoyga kelib men salma desam, sen yaxshi o'ylanib baq, bir kun keyin kelmiz deb meni opiriblar. Sen kendaydigan turmaga sap qo'ydi. Sen kendaydigan qaya desa, burun 3-chi ahaqlarniki 3-chi turmasi bo'pti-ki. Ayollarni shu bulto meni 10 yilqi meni bulto 2017-yil tutdi. Tutgan vaqtda u yoqda ayollarni jiq tutib, u 3-chi turmini davan deydigan yerda 3-chi ahaqlarning turmisini ahaqlarni bir yerga opirib etdi, bilmayman nega opirib etib, keyin bizni ash ayollarni jiq bo'lib ketib, ayollarni bizni ashada sankan deydigan turmada yatdim. 3 oygacha yatdim. 3 oygacha men bir qitim so'roqqa chiqmadi. 3 oygacha bir inson kelmadi meni so'rab. Keyin askim men 3 oygacha men yozdim eshaga, men advokat beringlar, men chetdanlik, men advokat beringlar, men nima uchun yatmam eshada, men nima uchun so'ravatsizlar desa, sen chetdanlik emas, seni shifonchi nomering bor ekan, sen Xitoyning adami deb men ashaqda ismim nima Gulbahor Jalil deb Jalilova demaslar, Gulbahor Jalil deb Xitoy. Mishada oldirmay kirsak, shu sizniki Qozog'iston pasporti qilnasha pasportini andekin Qozog'istondagi kimligini ekranga olib kelsak, ya'ni siz biz bevosita o'zingizni tanishtirib bilan yashagan jarayonga kirib ketdik. Siz Qozog'istonda tug'ilib cho'ng'igansiz, ota-onangiz shu Qozog'istonda tushunami? To'g'ri. Qachonlardan buyon Xitoyga kirib chiqib tijorat ishi bilan shug'ullanyapsiz? Xitoyga 1998-yillardan boshlab kirdim men Xitoyga. Bir hamda vaqtlarda. 98-yildan. Ha, 98-yildan boshlab kirdim. Ya'ni bizning ash Sharq Turkistondan mal elib Qozog'istonga olib satayotgansiz. Ha, shu albatta tijoratda. G'uljiga 5-yil kirdi, 98-yillar. Keyin askin Urumchiga bordik. 2005-yillar Urumchiga kirib, o'sha yoqda qilib tijorat chiqib, keyin askin 2010-yil ashka Ivuga
badım. Şükürler kırıp aşanımge ganjoğu berip, fuşangı berip mala geldim. Şu mallı Қазақстан kimliginiz yani Қазақстан? Kimligim Қазақстанлық. Мен Қазақстанда туылып өстім. Мен аты болдырым Қазақстан туылып өсті. Маған қандақлачы шыфынжы бәді. Мен Қытайдан мұшы Қытай немләді сорғым келді. Маған қандақлачы маған шыфынжы номер бәді. Немешкі мен Қазақстанның шыфынжы мені кімлігім болса маған аштақ. Мені консулдікілі іздепті. Менің қеріндашларым күнді әріз езіпті. Менің апамның үніне аңлайлы. Қеріндашлар менің қеріндашымның авазын аңлайлы деп yazға вақта бұлай ұндақ әдәм жоқ деп мені аштақ деп езіпті. Немешке дейсаңла маған Қытай ісімін беріп, Гүлбахар Желил деп езіп, кемлік бәді, Қытай шыфынжы номер бәді. Ятқы біліп ал деп, ятқы білгізді. Мен ешкім тапамысын деп. Yadağızdı mı şu kimlik numaranız ne amınasıyla? Yatlap aldım. Men aşı kompüter bilen basım uşu, maştın bilen çıkıtken men ısımım. Қазақстанлықла менің паспортым номер білән іздесе ондақ адам жоқ бізде деп мені тапамапты. Мені әскен тұтқан вақта сән террорист деп тұтты мені. Сән террорист деп тұтты. Кейін әскен 1 жыл 3 ай 10 күн мені тәкшіріп, ешқана сенің ішің жоқ келсе ақыландың деп аста қар йолла білән әмәс. Мені консулдықлар білән ұшыраштырмай, мені аста yolғы сеп қойды бұла. Мен aşı lagırda 3 lagır mendim kıldım. Sen kendi yattım 3 ay. 3 aydıken bir kıtım sorak çıkır koyup sen aşını boynun kalpaklık mağın kidireydi dedim. Ben onda kımıdım. Men atam sizler öldürem sizler. Nem kısanlaklıqla. Men hiç kimle alakım yok. Men hiç kanakımdı. Men öz aldığı kıvatkan ticaretçi men ayağıl. Men onda tekşirsanla. Men itvitinla öldürüytinla. Mağın kalpak boynum ataydı dedim. O kalpakın boynum kiymedim. Men atamsa öldüremsen nem kısan kıl dedi. 7 жылғычы bizim yaşadığımız sen kendi biz 7 жылғычы seni solaydıgan, seni koypamaydıgan bizim hukukumuz bay deydi. Meyli dedim. Meyli nem kısanlıklığında men boynumga hiç nem amayım, men işim kımıdım. Men ticaretçi, normal ticaretçi adam dep, aştaq dep men kıldım. Keyin 3 aydan keyin meni erken deydigan bir lagerga türme, ulma akaklan türmesi yarmısına ayalla jıqıp ketip ayallah yan boşutmadı. Erken deydigan yedi yattım 3 ay. 3 aydan keyin medun qapadı. Olmuşu 9 ayının içinde ben 4 kıtım 10 günde ben can soyandaydıgan çoğun türümlerinin bir doktorxanası var. Ben eşed yattım. Ben 4 kıtım doktorxanada yattım. Kan besim örlep. Kan besim 200'ge götürün ketti. Töğengisi 140'dı götürün ketti. Meni aşaqta kösanlar, basanlar tapsılar menin aşaqta menin hemme dokumentlerim var. Aşağı yatqanda doktorxana aşağı özleri apırıp yatkızdı. Kan besim örlep ketip men bir çetim işlemey kaldı. Aşağı doktorxana qapadı. Can soyandaydıgan çoğun doktorxana. O can soyandaydıgan çoğun doktorxana ne dep ötsem o türmüdümü kıyınken o doktorxanda o 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci tür müddetsiz kesilip etkenlerinin arsıdır yattım ben aş doktorxanda. Hemmisi bilen koş okşaş yattım ben aş doktorxanda. Yani siz ama şu Kazakistan'dan siz çağırılıp kelingen vaxtıda mı? Yani suikastlik plan bilen çağırılıp kelip tutulupsiz şunda mı? Aştaq plan bilen tutuldum. Bugün geldiniz, ertesi ettiğindiler tuttu yani. Toğra, ben keçisi geldim, keçi saat 10'da geldim. 2017 yılı? 2017 yılı 5. ayının 21'i ben Ürümçi'ye kırdım keçisi. 22. gün ettiğinde tuttu. 22'si ettiğenlik saat 8'de kelip tuttu. Dostunuzdan ki kızıға telefon kızıp sizden çağırtıp kelip tutkan gepti. Dostumның özünün telefonu emas, apısı tutvatkan apısının telefonunu kızdı. Ha, tutulup ketken. Tutulup ketken anısının kolda. Bırak anısı muşken geçerşi türmede çıkmadı deydi apısı dostumның kızıdan sorap durma, yezip durma, apan kalapsın çıkmadı deydi. Muhim bir nokta var müşahede aşkarında gerek olan kadarlık anlaşar. Yani Xitay tecavüzçileri başka bir devletinin puhrası olan hiç qanday Xitay bilan alaqası bulmagan bir insanı mesela Gülbahar Jelilova pasportunu aba ekranı kendi köydüңlar. Bunu tutup yani numus qilmasdan bu tutqan insanlar bildi-de bununkilik chet ellik ekanligini. Tutqan saqchilar bilgan bilan lagerning ichidagi nurg'un saqchilar bilmaydi ekan va shu hamon chet ellik bir insonni u yerda shu zulm chekayotgan Uyg'urdan hech qanday farqi yo'q bo'lsin. Uyg'ur bo'lganlik uchun eng cho'ng jinoyati Uyg'ur bo'lganligi darhol bu yerga hatto o'zimni yodlab ketdim, men yozib oldim abay 650 102 19 64 04 04 12 28 numurluq Gülbahar Jelil deb Xitoycha ismini qo'yib va Xitoyninki o'zininki kimlik numarasidan birini berib
Ularning sistemasida kompyuterga kirsa hammasi men kimlik nomerini kirgizsa ondan Gulbahor Jelil deb chiqar ekan. Qozog'istonning vatandoshi bo'lgan bu fuqaroligining hammasi xuddi e'tirof qilmagandeklar birdamda Uyg'urga aylantirib, qaysi shaklda tajovuzchilik qilayotganligi, jinoyat ishlayotganligini bir aslatish kerak deb qarayman. Boshqa bir davlatningki fuqarosiga o'zininki kimlik numarasini berib, ismini beriblar, manda vahshiy zulm qiladigan. Hatto so'zlaysam demak, turmaga shunday suiqasd bilan chaqirtilib kelib tutildingiz. Tutilgandan keyin ham lagerga ashuna tashlab etildingiz ham bu yerda Xitoy fuqarosiga o'xshash tashlab etildingiz. Ham bu yerda nimalarni ko'rdingiz hamda? Bu yerda albatta siz 1 yil 3 oy 10 kun jarayonida nurg'unlagan ichinish narsalarni albatta bir asatlik programmada anlatib olmaysiz. Siz ash ko'rgan va shu yerda siz bilan birga yashayotgan nurg'un hamshirlarimiz, shu Uyg'ur xalqimizningki nima kuni ko'rayotganlar, nimalarga shohid bo'ldingiz? Bularni anlatsak sizdan. Deb berma beshida kiriblar, birinchi kun ko'riblar, yomon qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim, shunda nima hamda uni desam, hamda turma, u axaqlarning turmasi bo'lgan ekan, uni hamda hamanglar bilsizlar, 6 metrlik yer deriz yo'q, yeshim yo'q. Obornimiz sap aynakda yasagan. Oborni aldımı içik, o yıpılmaydı. U yoqda hamda cho'ng tarat bo'lamdi, kichik tarat bo'lar. Hammamiz aşı nimning ichidilar, qamoqxonaning ichidilar, ashning ichida, kamerning ichida hammani eskab o'tirmiz. Aytganligi hamda shu vaqtda men yomon yuragim qo'zg'alib, qon besim o'rlab ketdi. Doktorlar atsigila doktorlar kelib o'lchadi, o'lchab 10 kungacha o'lchab meni 10 kungacha o'lchab mashtaq chatdan qardi ular. 10 kun bo'ldi degan vaqtda 10 kun bo'ldi degan vaqtda meni qon besimim 195 dan tushmay qo'ygan vaqtda asha eshikning oldida o'ta havo yo'q u yoqda. Eshikning oldida o'ta deb doktorlar kelib dedi, men eshikning oldida o'tadim, kichkina bo'lsin havo yesin deb. Keyin hamda tushmay qo'yib edi, bular meni 10 kun bo'ldi degan vaqtda bular meni jon so'yan deydigan muddatsiz kesilgan, hammasi kesilganlarning orasida shu doktorxonaga meni apadi. Apargan joyda mening ismimni atadi. Eski u yoqda do deblar hamda ismini atagan vaqtda do deblar chiqimiz, qarqalpoqni beshimiz kiydirdi, qo'limizga ko'yza soldi, qo'limga ko'yza soldi. Birinchi qatam shu chiqqan vaqtda 10 kundan keyin putumga 5 kiloluk kishanni soldi. Putumga 5 kiloluk kishanni silib keyin askin qarqalpoqni kiydirib chiqib qarsam ashaqda saqchilar turdi. Keyin 3 tal harbiy turdi avtomatlar bilan. Keyin qo'llarim mashtaq titrab, putlarim titrab, shu vaqtda yomon ichim yeb ketdim. Meni bir yerga olib o'ldirdi deb o'yladim. Rost. Ashta deb o'yladim. Keyin qarasam her bir kamerdan bir ayol, cho'ng ayollarni akirdi. Keyin hamda ishga qo'limizni ko'yza tusmagan bir cho'ng ayolninki ishkimizniki qo'limizni yan bir tal qildi. Ishkidan ochiq deb 5 qata turdik. Ishkidan 10 odam bo'ldi. 10 ayol, qo'llarim mashtaq titrab, putlarim shu vaqt titrab yomon qo'rqib ketgan. Harbiylar ashaqda soldatlar avtomatlar bilan turdi uchchi. Keyin askan cho'ng ayol qo'rqmang İçimizde duga qilayli, o'qayli deb ayol qo'limni qattiq tutib oldi. Keyin hamda men yolg'iz emasga deb ham qalpoqni ko'rinmaydi. Men yolg'iz emasga qalta beshimizda hech kimni ko'rmasin deb cho'ng ayol qo'limni tutib qo'rqmang hamda ko'ryapti. Men menda qo'lim titrab qo'rqmang, biz men deb dedi. Shundan ochiqdi. Tala chiqib bir saqchilarning bir mashinasi bor, mashinaga o'tag'izdi. Maşınga o'tag'izib tömelib maşınga o'tadik. O'tirdik, o'tag'an vaqtda buni qalpoqni kichikdan ko'tarib maşınga o'tag'icha. Qarasam menimda 9 ayol bor, hammamiz o'tadik. Keyin tömeshikni ipatdi, o'tirmiz saqchilar bor, yenimizda harbiylar bor avtomatlar bilan. Keyin hammamiz hamda o'yladik biz olib etvitamdikin deb. Keyin ketberib jiroq bir yerga olib bir 40 minutda olib qarsak bir doktorxona, cho'ng doktorxona shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi turmlarniki doktorxonasiga. Keyin olib hamda bular rost og'riryapti, yog'amni deb shu vaqtda tekshirgan o'xshaydi. Biroq u bizni doktorga olib deb demaydi, u hech kim qarqalpoqni kiydirib ochiqdi. Ochiqib
Keyin azken düşäge wagt kalpakny iwetdi beşimiz iwetip keyin kan besimini ölçüydi şu wagtda 195'te mening töwenkisi 145 bolupdy. Aş ayallarny kemmisini apagan 10 ayalny kemmisini kan besimini ölçüdi. Rast bolgandan keyin darilarny yezip berdi. Keyin ispat ulagy ispat gerek masaly rast agyrwatmysmy biz ýagamy dep eşetke ayallarny hemmisini yüreklerini üyen tekşirdi. Tekşirip ýene bizni aş senkenge eki koydy. Senkenge ekeldi. Senkende yana senkenge ekilip ki yana bir 10 günlük ki yana mening kan besim yana aşlan kögen ki yana kan besim düşemegendiken yana meni aş doktorxanaga apırıp yatkızdı. Apırıp yatkızıp şu 20 günnün ki içinde men kögenimne depesem künnüge 10-20 adam şu bulto 5. aydan tatıp moşa onu aldıdım men tutatdı ki şu men kirgenden tatıp men kirgenini kögünüm künnüge 20-30 ayalını akırdı biz bilen bir kamerga akıldı keyin qarsanız yana toşup ketken 40-50 adam bu ketken keyin yan başka kamerlarga ötke ketidi. Ya başka kamerlarga ötküdümü ya başka yerlerge ketdimi onu bizge işim demeydi. Ismymyzyny ataydy dol deymiz aşagıl barımız Karkalpakna kidirdi nelege ketdi bilmeymiz. Şu 20 gün içinde meni neçeyege kamerlarga ötkedi. Men özümni ötkedi. Bir hafta meýet tutsak, bir hafta başka kamerda yatymyz. Şu kamerda ötkedi. 20 gün içinde 10 gün içinde men yetip aşa jan soyan deydigan çoğ doktorxana içinde uýakda yattım. Uýakda yatganyny gözsüňiz, uýakda mende saply kesilgenlerni arsız yatgandan keyin müddetsiz kesilgenlerni arsız yattım. Biz okşaşılıkı gumandar, cinayetçi gumandar dep bizni tuttu. Cinayetçi gumandarlam aşaqda yattı, kesil ketkenlermi yattı. Aşlan arsız yattık. Aşaqda yatqanda birleri aşaqda kallısıdan ketip, hoşudan ketkenlerini kollardan aşaqda karavetlerge bağlap koydu. Karavetke kollarını bağlap, putlarını bağlap, özünün beşini akız urvatkan karavetke. Jan soyan kögenim. Ilqı beşini ya bağlayamaydı, o kızga aş beşini urup keşke texmi saran bolup ketdi. 2 günden keyin o kızını başka ýerge ketdi. Bilmeýmen näge ketdi, o kız näge ketdi, nimge ketdi, onu biz demeydi. Aşaq 2 gün bağlap bakdy, ayçyk ketdi. Aşaqda 10 gün içinde kögenim aşaqda operas kıldı, operas kıpla aşı operaslay, ämisi içik bolsum aşı bir kameranın içinde aşı kamera, o kamerada 30 adam yattık. Kiçikkina kamera derezi ras içildi. Qagını bir kiçikkina kamerada aş 30 ayal ämimiz bir kamerada yattık. Halk apraz koyup aş yarları içik aştaq yattık. Halk tuberkuloz ağrıqlar bilen birlikte yattım. Neçe türlük ağrıqlar hemmimiz bir kamerada yattık. O birnim juq ketedi edigan ýa emas. Hemmimiz bir qeyrindaş bolgandan keyin hemmimiz birlikte yattık. Kamer aş hemmesi aşağı yatqanlarning hemmesi özünün nima qilib kirib qolganini bilmaydi da. Kesil ketkenlermi bar, kesil ketkenler amda nima üçin kesil ketdi, onu men bilmeýim. Kesil ketkenler bar. Gap qilýa alamsızlar? Gap qilish mümkin emas. Emniyet kamer turdu. Eger paraň başda paraň qıvatgyny kösel jazalaydy. Jazalyga wagty aşy kapkarangy üýleri bar. Aşlanyky kapkarangy bir adam yatydigan emas, kiçikkina bir metrlik bir üy bar. Emdi men bu yatmadım, eşetge yatgan kızlar aştaqdaydy, oturmyz diýdi, oturup uxlaýmyz, oturup. Eger közüň jumlyp ketseň aşaqda ýogan çaşqalla bar, çaşqalla yep ketidi diýdi. Aşaqda bir oburny bar, o ýak çyrak ýok. Çyrakny aşy koridordan çırağı bar, aşağıda kiçikkina nur okşaş yenip turdu, şu çıraktyl göründü. Üzünü juydyga ýer ýok ýakda, oburny bar, oturdygaly ýer. Aş töme işikden tamak berdi, aşaqda ýeýdi. Keşkiçim aştaqla oturdu, aş işikini ýendiler. Uxlaplı köz jumulup ketse çaşqalla bar diýdi aşat kızlar. Mümkin emas uýada uxlaýdygan köz ildigan mümkin emas. Bir hafta 10 gün aşaqda aşı jazalap keyin azgın boldy, keçirip etiňler. Men başga unda qymaýman dep aştaq ýazgyzyp keyin açyqdy aştaq ýep-ýaş kızlarny. Tertinim şu ýerde kıldy. Ha, tertinim eşedi kıldı. Emde yana o ikinci qetim bagan wagtda jan soyanga aşna emde doktorxanaga dep kete ikinci qetim jan soyanda yatgan wagtda aşaqda Lokman deydigan emde şirketi bar, hemisi tonoýdy eken, men go tonumapdym, bilmepdim. Aş Lokman deydiganyky aýaly yatdy aşaqda. Lokman deydiganyky Ürümçinin şirketi bar, aş Lokman deydigan aýaly yatdy aşaqda. Aşaqda men go nimqimde aşaqda emde aşaqda öl ketken aş doktorxanda öl ketken ayallarmy bar, öl ketken kızlarmy bar. Hey Allah.
Әмді оны өлкетті, мен әмді демесем ғой болмайды, әмді демей деп үземнің ке айылырым ба, әмді ұладың қоқуаты мен дәшке. Бірақ әмді мен білмейме аманаттар ба, менің қиырындаш, әжәді ятқан қиырындашларымның аманаттар ба. Мәленім болсам болай, мен ұйғыр, менің қиыным ұйғыр, мен ұйғыр қызы дейме. Әжақын мен доқтырханды ятқанда, әжақты бір аялыны. Әмді көк мажа кигелі, о кесіл кеткелі, бізіне серік мажа кигелі, біз ұлқы жинайчы гумандар. Ұлқы ені жүзірәй кигелі, ұла әмді ұла шұнақ еғірдейді, ешқанық еғір әмес, ұланың ішлері шу әшәді бір аялыны құлтветті. Bu nemişki hultvetті әшәткі қызладым, bu nemişki hultvetті, bu ayal ұқылмамды ке десем, я қазір өлім жазасы жоқ Қытайда. Бұны әштақ hultveті деп әштақта бір аялыны hultvetті. Қана укол ұрып мı? Укол ұрып hultvetті. Şu ben onu bilmektim. Укол ұрып өлтірөтеді yani. Укол ұрып hultvetті desem, bu ayal ayıskime sordum. Bu ayal ұқылмамды ке nemişki укол ұрды desem, я қазір өлтірдіған мұны атыдыған азыр Қытайды німқіветті еветті азыр мұшы ұқылтып аштақ өлтірді аштақ дарсы еветті аялға деведі аш аялыны мән біле мен аш докторханды көдім аш аялыны Әмді лагерді болса, лагерді күнімізді дәпәсәм, ашақты күніге аялла ошыдан кетуді. Үлгі тұтқағылық ағырқыла ба, еніғі беріп, ашы яш қызла еніғі беріп, ой, әді тұр десе ашы камырдың көріп, сәндіме доқтырма, сәндімішке еніғі барса, әгер мұшы бірінің боп қалса, өліп қалса, бірінің болса, сән жауап берсе, сәндіме доқтырма, сәндімішке еніғі барса, ятывә сон дейді. Кейін әзкін 2 саат ятқанды кен ұлқы аял өз доқторла өзір келіп, Қанақ болды, ошын келдің ма, да қойып аста ең кетуді. Қызла басы, қызлан аштақ жазалап, тамғы 4 саат қартық қойды. Немішке еніғі барса, сән кем ол, сән доқтыр ма, еніғі кемаңла, ятывә сон. Біз доқтырлар 24 саат камыр қарап тұрмыз, біз өзіміз біліміз, кім яқшы, яған ағырат, кім рас ағырат, біз өзіміз біліміз, өліп қалсы біз келіміз өлмейді, деп әштақдайды. Еніғі мүмкін әмес ағырватсы, аштақ ағырықлан көдім, аштақ тұтқағылықла тұтсымы, аштақ тәгмаңла ятывәсін дейді. Бердіғіні мен 75 кило оттым, 55 кило бап ашы дымыдан шықтым, түрміден шықтым, 20 кило орықлап кеттім. Бердіғіні әткәлік бір момы білән омаш о суды нім қыпла қонақны уны білән чалап біз маллақ бұрын береттік, аштақлы чалап әкіп берді. Унымы жық бәмеді, азырақ бұл стаканды, ярым стакан берді бір момы, момысы алма оқшаш, алма дәкіла, момы қаттық момы. Түштеген бір момы білән бір сайтаң берді, сайтаңның құрық суны ішеді бір тал ланхабелға капуста дәйміз біз, бір тал капуст, кішеккенен капуста ішеді. Босы бар, болмысы аш құрық суны ішіміз. Бір момы білән, кәштімі бір момы білән алқалы сілә шоқла, неме, тархамәк білән, тархамәкні суды қайынтыплы бір момы білән су білән тархамәк білән, чиді 3-4 тал тархамәк. Аштақ ішіміз башқы ұғында, яшыма біз ғын мәлі, яш қызла 14 яштан 80 яш кіші аштақ қызла білән мен лагерлады яттым. Аштақ қызла, яш қызла қосақлары тоймайды, бішерләнік. Амалы жоқ башқа. Біз язымыз, кішкіна момы болсын, бізге кішкіна нұңқы періңла, қош періңла, тойма тұр, яш қызла деп, біз әптеді бір қетем яздыған бір қағызымыз бар. Язсақ, оны аңлайдыған ешкім жоқ, бір момы білен, бір сайтан білен іштіп. Жәме 3 лагерға алмыш пияттыңыз мı? 3 лагерға алмыш пияттым. Сәнкен, үрімчі өзі де, Сәнкен, Әркен, Медун, 4-сі докторханды 40 күн докторханды яттым. Жан сояндайдыған докторханды яттым. Әгер ұқтайлар ішенмісі беріп менікені тәкшіретсін, докторханды раз яттым мы, яған мы? Яған болса сенің мұш гәплерін яған кәдіп кәсін мені алдымға. Менің қанша адам әшақта күнасыз ятуды, қеріндашларым күнасыз ятуды. Кішік қызлады, 14 яш, 15 яш қызлады, нем күнары бәке. Әшақты әмді деп кәсіңіз, әмді әшақты аста еттеден кейін кәшті бір-бірімізді сәбіплен кірдің дейді. Мен дедім, мен білмеймін, мені сән шу 17 мың үйәніне сән бірсіге лоқма нұр шеркітігі беріпсә дәплі мені шу тұтыпты. Мен оны бәмедім, ашу менің достым вешінді әйті, менің оның вешінді пұл әйтедіғанын білмеймін. Ашу вешінді, ашу достымны тұтыпты, вешінді ашу достым пұл әйтіпті. Нұр шеркітігі әйетті деп, кен достымны
Aşı sen muşnun bilen işlatsa sen muşnun bilen mallarını yönetkep atsa sen evet dep şu meni şunu tutuptu. Bahaneleri de mal yötki şunda qilgan bolsanız şu mal ağılı bersizlemdi o pulni. Şu mal ağını besem men eğer undaq şirketlik besem men bedim demem onu nur şirketine menin qanaq alaqam bar men onu bermedim aş dostum özü berdim o ya bermedim onu tutuptu onu tutqandan keyin meni aldap meni bar bir eski bir Uyg'urlar bilan ya bo'lmasa bir nima bilan chetishi bormikin deb telefonni tekshirdi hech kim topamagandan keyin aşı boshqa bir qalpoqlar kiydiradi dedim men hech qana ishga aralashmadim men bilmayman dedim men undaq qilmadim dedim men hech qana uni nima qilmadim 17 ming yuan bersem ben o dostumga mal ipe dep berdim. Mal ipe men ticaret qilayotganda mal ipe dep berdim. To'g'ri. Men dostumga berdim. O hech qanday aloqam yo'q hech qanday boshqa odamlar bilan. Boshqa qizlar o'sha 1 yil 3 oy 10 kun darajada men yotgan vaqtda Özellikle 14 yaş kızlarımı tuttu. Ular da bir kızını tutuptu. Sen deydi sen vişningda bir mındaq amin deydigan qilayotgan surat baka deb tutuptu. Aşı surat ba deb mana amin deyotgan bir surat ba deb tutuptu o qizni. O kız deydi o surat manga yiqib qoldi, shuni tutdi, shuni yezib qo'yibdi. Men shu suratga vishnim chiqib qopti desa, suratni nimda kompyuterdan ko'rib, men chiroyli suratga deb o'zim telefon qilibdi, men nima bo'pti desa, ashuni tutib oldi 14 yoshli qizni. Bir ayol 27 yoshli ayol bugun tug'ib tug'iblar, bugunlar doktor asha ismlaridan bering asha. Men ismlar hammasini ismlarini bilman. Hammasini ismlarini. Birisini hozir men deyman, bu zo'ram deydigan ayol bor. Maryam, ikki Maryam bor. Bir Maryam ajim. Bir Gulzohra. Mehrigul, Arzigul, Rizvangul. Endi bir aşı kız 27 yaşlı kız tug'ibla atsigili kirdi. Emchakdan oq sutlar eqvatudi. Bolasini ayirib ayirib başta akirdi aş ayolnima. Ayşem deydigan bir ayol, cho'ng ayol 41 yoshda. Aş ayolni tug'ib 6 oylik bo'ldi degan vaqtda aş ayol emitayotgan bolasini, uni tijoratchi aş Urumchida tijorat qiladi ekan. Göçtümü birim saatki aş ayalım akırdı, benim sütler degan emchakning sütleri eqib ketib bardi, aş ayalım Ayşem deydiganniki. O ayalma balsa 6 oylik balsa teshida qoldi. O ayalning kim qarab qoldi bilmayman, erimni akirib ketgan. Hozir kim bilan balalarim qoldi bilmayman deydi. Hukumat aş saqchilar tutgan saqchilar mening balam kichik, men balam kim qarasa sen xotirjam bo'l deb balalarimni hukumat qaraydi debdi. Kuniga aş lagerda Qadrli qarindoshlar, ya'ni Gulbar adimizningimi u yerda tatliqqan pichoqlari badandan nurg'unlagan yara jarohatlarni biz ekranga olib kelolmadik. O'zinglar bilasizlar sababini chiqarolmadik hamda bunga chiqarishga jur'at qilolmadik. Hozirgacha chiqib men suratni bo'lsin mayli, men ruxsat qilmay ko'zim mayli butkul dunyo ko'zim, men ash qazolarım ishlaydi, az qazolarım ashda yar bo'ladi ko'zim butkul dunyo. Qanday zulmlar ostida ko'zim butkul dunyo ko'zim. Men chiqqan vaqtingiz qancha kuni? 2018-yili 9-oyning 3-chi chiqdim. 9-oyning 3-chi yani Urumchida chiqdim. Ular o'zi chiqib yo'l so'ratdimi? O'zi chiqdi. Endi men yana o'zi chiqqana biroz deb beray. Hozir men yani o'zligingizdan chiqib qoldingiz yoki kimlar yo'ldan? Birinchi qitim yana o'sha deydiganim birinchi qitim savol olgan vaqtda Aşını sen, adamlar sen tanıysan, puhra qildi dedi. Men dedim, mening telefonim sizlarda. Ala qilsam, aş kishiniki telefoni sizlarda bo'lsa, so'ranglar, meni tanimamdi dedim. Desam, hamda sen puhra qilmasang, aş bo'yningga olmasang biz nima qilmaymiz deb 24 soat men suv bermay, shu 24 soat men 24 soat men suv bermay, ishim bermay, shu mashta ustalda, ustalda. Tüm ko'zlar bilan putumni kishanlar bilan o'tadim. Kishanni azlab ashaqdi bir tushuk bor. Ash tushukni chekib qo'ydi, putlarim saqib ketdi.
Şöyle 24 saat sorak açtaq aldı. Ki onda sorakны yani benim kılamsa boynu alamsa yakma amayma öldüremse atam senin kısanla kılınlar ben o kişini tanımayma degeni ki şu çıkıpla hoşumdan ketip yani 3. katım yani doktorxanaga apır koydu aşaqtılar şu nimdilla aşı meni yalnız apır verdi doktorxana hoşumdan ketip aştaq hoşudan ketkenler patugul deydigan bir ayal bak ayal emas kız endi nima çokan 41 yaşlarda aşkı ayalma Mısırda hadisi sığınısı turadi ekan, sığınısının balasını beqib beradi deb 3 ayga bag'an o ayal. 3 ay turib uyga aşaq berdi aeroportda uni tutib ketib ki onun yamanchi qiynda hozirgacha qiynayotdi. Uni qiynab o'sha charchlarini julib aşaq qiynagan vaqtda kamerani oldiga akeldi. Aşı saqchilar akilib o'shadan ketib nimqa vaqtda aşı nimdan so'roqni oldiga yedin nimga bizni lagergacha akagan vaqtda o'shadan ketib aşı nimda bizni lagerda doktor qo'llar o'ng qo'liga jig'nini tiqib qonni eqitib keyin o'shiga yarim soatdek o'tirib o'shiga kelgan vaqtda keyin kamerga akeldi. Kamerni iniga akilib qizni o'sh nimda joni yo'q. Ki aşı saqchilar bizga mush qizni banda hamda bir kechsa banda turgan ishimiz bor. Banda tumusun hech qanday ovqatqimsin mush qizga nim qilinglar, suv beringlar vaqtida o'zlarini so'q suv bilan yuvib qo'yinglar. Yatsin bu qizga ruxsat bo'lmasa suvga ruxsat emas, suvni iniga etganligi bir qitimli o'zimizni juyimiz, kechda bir qitim juyimiz, boshqa vaqtlarda qo'limizni juysak o bizni jazolab qo'ydi, sizlar taratyapsizlar deb boshqa vaqtda mumkin emas. Etganlik juysak, mashtaqli juyimiz bir qizniki Çiçe aldığı tushib ketgan mandaq qilib yen kirgan vaqt mandaq qilib o qizni sen taratyapsan deb o qizni putiga kishan sep qo'ydi. 5 kiloluk kishan sep qo'ydi. Mumkin emas undaq suvga yaqin kelish chiqilishi mumkin emas. U yoqda sapla oborni da'vatmang, tualet sapla aynakda nimalar kamera turdi, hammaning ko'rinib turdi. Biz o'tag'anlama yoqda bundaq ko'rinib biz o'tasak hammamiz ko'rib turmiz aynakda yasagan ishiga ichiq oborimizniki. Demek bu vahşilikler endi sizning chiqishingizga, qutulib chiqishingizga sabab bo'lgan narsa, yani kimlar ailangiz, Qozog'istondagi ailangiz yo'l mengib qutulib chiqdingizmi yoki? Meniki aylarim bir kun to'xtamasdan kunda xat yozdi. Mening bolalarim men 3 balının anısı ben yoldaşımla ajrashib ketgan 22 yıl oldu. Ben 3 balını özüm bakkan, terbiyeleyen bir oğlum Ahmetcan haremlerge berip hacım bulup haremlerge berip kelgan oğlum. 2 kızım var. Aşk kızlarım bir gün to'xtamay apamның ahvalını avazını anlaydı deb konsulluq bardı, mitqi bardı, baldı, ministr xat yazdı, hazır ko'rsatsanlar bo'ldi xatlarni. Xatlarni ko'rsatsangiz bo'ldi, emaslik berdim. To'xtamay kunda yazdı, mana meni apamning avazini anlayli, unni anlayli, apam qani tirikmi deb deb yazgandan keyin 5'de birinchi kun tutganda seni apang terrorist debdi. Bo'pti, terrorist bo'lsa qancha yilga sotildinglar? 10 yilga, 20 yilga unni anglayli deb kunda to'xtamay meni qarindoshlarim urug' tuqqanlarim hammasiga yozdi. Mening qarindoshlarim Moskvaga yozdi. Mening mashtaq yo'q, qanday qilamiz nima? O onig'i yozdi, Amerikaga yozdi xatni. Undaq adam yo'q, bizda hamma lagerlar qardiq, undaq adam yo'q deb yozibdi. 5'de bular terrorist deb tutdi. Keyin undaq adam tapamatimiz yo'q deb yozibdi. Nima sababda undaq yozdi? Nimishga desanglar, men shifringa Xitoyning nomerini berib, Xitoyning itini qo'yib, Xitoy bilan Xitoyning adamini deplama ashtaq bo'lib yurdim. Shuning uchun men topamagan. Keyin oxirda meni bir ay qolgan vaqtda chiqib ketadiganga men buni bilmayman. Bir ay qolgan vaqtda meni so'roqqa chiqqan vaqtda endi ichida ham kamera bor, yana sirti bor, sirtga chiqsa kamera yo'q edi so'raydi, hamda ashtaq kamera yo'q edi, ashtaq jazolaydigan yerlarni so'raydi. Keyin men chiqqan vaqtda bir ashaqda saqchi dedi, siz qo'rqmang, biz talaga chiqamiz, u yoqda kamera yo'q, biz sizga endi jag'dayni deymiz dedi. Nim jag'dayni deydikin deb men endi nimani? Endi ashaqda hamda nimani sizga
апаға шүчем де бешімді қалтыба, қолымды койса, пұтымды кішен, әкіт беріп азыр талаға чықымыз талады біз сізіне, әмде деймін сіз қоқ кетмең, деді. Бопты, немді тұрмын ечегі кірдім. Мәлі, нем босы бола, деп ештақ дедім же, әмді ашлаға аштақ жауап бердім, акырды, кірге вақты отадым. Әмді сізге бір әпті қалдым, 10 күн қалдым білмейміз, аз қалды чық кетін ашытқа, кішік кіргенде ішім демең, сіз ғайрет қылың, кішіккенің тамақларыңыз қандақ деп еді, тамақлар қандақ болады, шу сәйттан білеміз, шу құрық су білеміз, бір момы еватымыз, яң тамақланы, кішіккені аз қалды сізге чық кетішке, сіз елмен ватымыз деп ештақ деді. Аштағдап, ақыр қой тазава есінде біз талаға шықтық сізіне. Сорақ қысыма немнің тұрмын ішіді қылды бізде. Лагерін ішіді астында подвалдаймыз қой біз. Яр астының ішіді қылды сорақны, талағым шықмаймыз, күн нұрыны көмейміз. Талаға шыққа вақты біз кішкіна хаваны есінде біз ашықтық деп 2 сағат мен сорақ қылды. Әм 2 сағаттың ішіде дерезләні іші қойды, таза хаваны кішкіна ең аз қалды шық кетсіз деді. Әмді бір күн тұр, бір күн сорақ шықады. Ақырқы шық кетідіған күні, ен әмді, ашық кетіп білмейм әмді, Гүлбахар Желилі дейді, дол деп ләшек барма, қалпақны бішіні кидірді. До дейме, қалпақны бішіні кидірді әшақта, маң берді, үзәм кейме, қолымға мұндақ түйшіктен төме үшік болған ке, ішкі қолымны мұндақ беріміз, кішенні салды, ішікін ашқа вақты, сыртқы шыққа вақты, қол пұтымызға кішен, 5 килолық кішенні салды, соңымда мен талаға шықты. Талаға ашыққа вақта, кейін азыр біз сізіне докторханы апыр пәмейеріңіз тәкшіртіміз деді. Кейін ашу қаяғы докторханы апады десем, мені яң қызла, ен ашу Жансоян докторханы апады. Апаған вақта, әмді ұла мені қойып беріміз деген вақты ке, мені қойып беріміз демеді уақта. Апаған вақта, ен қан бесімі 185-та, төәңкісі 140 бопты ке. Кейін әскен отырып тұрың деді, бұла отадым, бұла әмді ашы менің сақчам білен ашы докторла мәсәт қыған оқшайды. Бұл айрыпланы көтіремейді, қан бесім өрләк кетсиян болды. Бір 2 күн ен мұш докторханды ятсын деп, ені ашы Жансояның докторханызға, бұрын ятқан докторханда 209-шы үйде мен яттым. 209-шы үйде ятсам, әшақты келіқі бұрынқы ятқан қызларының бір 3-4-ні көдім ашла бәке. Ашы докторхан 2 күн ятқан вақта маң витаминланы, дарланы, шындақ жық дарлан бәді, укол салды, витаминлан бәді бәген вақта ашы неме кішіне қоят кірсін депті де, мен орықла кетіп маштақлы болып немқыға вақта бұла аштақ 2 күн мені аштақ қылды. 2 күн дорлан беріп, укол селіп, кейін 2 күні кейін аш мен үзем сақчам, мен чақырды, мені ашы сақчыла нем қылды, ен қалпақ кедіріп, көзі селіп, кішен селіп, ен талаға шықты. Ашыққа вақта, қарсам мен аш сақчам. Сіздің тұтқан сақчам? Мен тұтқан сақчам, ақырқы 3 ай сорған бір сақча аял. Аш аял Гүлбахар деп деді, до десем. Қалпақны иветті, қарсам қолымды кішен иветті. Кейін кішен иветсі азыр мен ен бәденімні тәкшір еткенде деп әнскен мен ұндым қымадым. Кейін әнскен немішкі қошал болмадыса деді, нем болды десем. Сен ақылынып шықтың деді. Бұтымды кішенім иветті. Әш докторханды бақырдым. Алад бұты чыда талаға шыққанды бақырайса чыда деді. Доқтапты. Мен рәсметіне қол қойдыға елі докторда кейін бір 10 минуттен шыдапты дедік кейін. Қол қойдырып талаға шықталады. Бір ярым саатта күнімді шақырып. Расмы яғамы да бір шәнмей шығылады. Sabır qılın. Çıkarım keyin maşın otadıq. Yani şahına
Sizin birinci qetim tutqan apırımız eşek resmiyet ötediği yeleba dedi şu bilen eşek badım. Eşek berip kol koyduğu yeleba dedi kol koyup keyin baştaq sizin evet sahiyen bolmaydı aeroplanlarını qılamayızka 2 gün. Ya 2 gün yataqta yeting dedi. Yataq boptu dep yataqta yataq nimde Jahoyan deydigan bir yataq ba yaşadı. Şişiyini aldı ki yataqta yattım. Yataqta yatqa vaqt yalnız yatmadım. Aş saqçı ayal men bilen yatdı 2 gün. Nimishke yatdı dep hazır isimga o'ylasam şu dostlarga telefon qilmison, Meşatga bir tanishlarga telefon qilmisa, hech kim bilan aloqamizson, konsul bilan aloqamizson dep yenimda yatqa o'xshaydi. Şu biz sizga bilet alamiz, bilet ağıça sizga 2 gün yataqta yeting, yalnız yatmang, men sizin yalnız yatay dedi. Keyin bo'pti dedim. Şu özlerinin puluğu men dedim, menin pullarım ba yataqta qaldı, menin kiyimlerim ba yataqta qaldı desem, nim qilatdingiz? Ularni bo'ldi. Saq salamat özünüz chiqdi, uyingiz basıngiz, bu pul keyin askin uyingizga basıngiz bo'ldi emasmi dedi. Biz özümüz pullarni, heminim yataqning pullarini özümüz to'laymiz, bilet pulini özümüz beramiz dedi. Pullarım hemmisi, sumkalarım, kiyim-kechaklarım hemmisi aşaqda yataqta qaldı desem, o yataqlarni o'tkazib etdi. Qayerda uni qayerda izlaymiz bo'ldi, saq salamat chiqib keting. Oylarını izlegende hazır yan bir iş bop gelip yana türmüge çıkamam, meyle saq salamat keting dedi. Keyin men aski o ayalga dedim, saqçı ayal, siz anığı dedim. Men hazır emde nimde türmüden çıktım, men ballarımga bir ününü anlayıcı, ballarıma telefon kılayıcı, birine ötünüp ketay desem ya. Bir gün, 2 gün çıdan, kıyırmışım, 2 gün çıdan uyga baganda, aeroplanga baganda. Aeroplandan düşüp mana keldim dep telefon kılın, hazır mümkün emas, kılmaysız dep kızmadı. Şu geceçi uyku yok, uxlamadım. Rasmı yağamı dep. Şu etsige 8'ge bilet aldı etsige. Şu etsi 2'si aşağı bir saqçı ayal bilen saqçı Uygur bala aşaqda. Aş 2'si meni yolga sep koydu. Aeroplangacha akilip, hech kim telefon qilmasin dep. Şu aeroplangacha akilip, aeroplandan keyin aeroplan o'tag'izib qo'ydi şu yalnız. Keyin eski men bularga dedim, bu saqchilarga men bir qog'oz beringlar, men Qozog'istondagilar hozir meni sen nima uchun seni sotildi, nima uchun seni tutib oldi, nima uchun seni mashtaq qildi, bir qog'oz deb so'rasa men nima deyman desam, voy bo'ldi, 1 yil men aşaqda tijorat bilan borgan, 1 yil aşaqda o'ynab keldim, ya o 1 yil aşaqda nim qilib keldim, ishlab keldim desangiz bo'laverdi. Sizda hech qanday gunoh yo'q bo'lgandan biz siz isbot bo'lmagandan keyin biz qanday qog'oz beramiz, biz hech qanday qog'oz bermaymiz. Bo'ldi, saq salomat bassangiz ular hech kim ishni demaydi dedi. Ki Qozog'iston keldim, Qozog'iston kelib aeroplanda tushib, hamda bizning Qozog'istonniki tamojniklarni sen qayerda bo'lding deb surishtiramdi desam, hech kim demdi, pechat tamg'i bespadi bo'ldi, chiqdim aeroplandan chiqib keyin uydik, bolalarimga telefon qildim. Ular hayron qoldi. Ular hayron, razmi yog'ami, hech kim qarindoshlarim ham demabdi, aeroplanga yaqin turdi. Yugurib kelibdi, razmi yog'ami deb. Aşağıda nimde yatqa vaqtda aşağıda hech qanday gunohim yo'q, hech qanday ishim yo'q, hech kim bilan aloqam yo'q, hech qanday eski odamlar bilan aralashmoq, o'zim tijoratim, bolalarim beqib yurgan. Biroq hamidan ardim, pullarimni aşağıda bisbib qopdi, saqchilar kelib ketgan, qizimga nimga qizlarga, tonish qizlarga telefon qildim. O qizning telefoni bor, qizson Xitoylar ashnaga. Xitoylar bir 3 Xitoy kelib, atisiga 3 kundan keyin kelib, Gulbarning kiyimlari qani, sumkasi qani, dedi, sumkasida pullari bor desa, pullarini elib, hech qanday ishim yozmasdan ip ketdi deydi, saqchilar ip ketdi deydi. Aş hazır mening sifatlarım var, hazır sözlegen sözlerim var aş kızga. Aş kızım hazır mening dostum, nimde hazır Örümçide aşını telefon qilib meni qanday Gulbarning pullari deb surishtirib, pullarimni bersin Xitoylar. Aşağıda lagerda yatkan, sap günahsız yatkan kızlar aşağıda. Ulan ne desem hazır mana hemmisine hiç qanday günahı yok. Bir kız gulculuk kız aşı sanatnikini okup etipti, sanatniki Ürümçide. Aş kız 10 yıl burun 16 yaşında 4 tal resim düştü deydir. 4 tal resmini juvetke resimlerini ula birnim kılıp asıl keltirdi ki, asıl keltirip
Аш кызны азыр мана сотко чыкты, серих мажа кийдирип койду сотко. Расм неме расмы десеңиз, ашы ылкы неме чырайлык аялламда орунуп яглыклан чырайлык орунлаган яглык аялла амин деп аткан ылкы жыглап аткан бир кыздыкы кичик, кыздыкы расмы баты уну жүреткен дейди. 16 жаш мен кичик вактымда о чырайлык сүрөтлөп саган уну жүретсем уну сакlı келтирип азыр 25 жашта азыр ашынын жабабын берип атам. Мана азыр онуга серих мажа кийдирди, сотко чыкса деп. Bu zoramdan Qashqardan bir ayolni akeldi, bu zoramniki tijoratchi, u eri tijoratga yasin hajim deydigan. U bu zoram eshitgandi. Bu Çin dil şirketininki ayol. Shu ayol ishlaydi, u ayol uyda o'tirdigan ayol eril ishlayotgan yasin hajim deydigan. U ayolni 6 oy nima Qashqarda tutibdi. Qashqarning turmusida. Qashqarning turmusida 6 oy yetib, 6 oyda deydi, u yoqda deydi turmada Tama nimeleri juyunduğu yerleri yok. O bornusu deydi, o bornusunu nasıl sisip ketken deydi. O bornusu deydi, içidil kılmış deydi o bornusunu. Aşkına içidila. Ya su bilen juyulmaydı deydi o bornusçu. Aşkına nime buzörem. Tamakları ılkı piştinip kettik. Çişini aşağı buzörem yen kege vakti biz hayran kalganı turattık. Çişini çürüp gitti, pişinip gitti. Kiyimlerimiz pişinip gitti deydi. Keyinli bizning çiçin, hazır mening çiçim yok, çiçimni tushirib etdi. Xitoyda çiçimiz 14 yaşdan 80 yaşga ayollarniki hammasini çiçinni mashinka bilan tushirib etdi. Pişinib, kiyim-kechaklarimiz pişinib ketdi. Yarı bisib ketdi. Yarını hazır küstonlara men butkul dunyo ko'rsin mening yarlarimni. Bedenimniki de yarlarni ko'rsin. Küston hazır da yarını men ko'rsatdim go meniki videonimni ko'rsin. Buni sizlarga ayrim ta Amerikacha nimaga berib bütün davasını qilman deb chiqibsiz ham bu narsani. Ham shu mutaxassislar o'zi ko'rsin deb qoldik, biz chidimdik haqiqatan bu ko'rinishlarni ekranga chiqarishdan. Sizni anglatganlaringizdan insonning badani haqiqatan shurkindi. Andiki shu albatta shu hammasini so'zlab bo'lish mumkin emas. Siz bevosita shu yashagan hamda shu eng qattiq yashagan o'zingizniki. Masalan, hozir Xitoy biz bu yerda lagerdagilarni tarbiyalab, dars o'qitib, shundoq chiroyli pokiz kiyimlarni kiygizib, hatto yotiqqa havo tanshuvishni o'rnatib beryapmiz deb sizlarcha e'lon qilyapti Xitoy. Sizlarga bu yerda masalan nimani o'rgatib, bir narsa o'rgatamdi bu yerda masalan? Ders o'rgatamdi. Biz dars bizga qalamni vaqtida berdi, 10 soat 10dan berdi, 12gacha, keyin evaldi boshqa bir narsalar yozmasin deb u yoqda Xitoycha o'rgatdi. Ya'ni sinfga chiqmaslar kamerdan. Ya kamerning ichida sirtqi mumkin emas, tömeshik turdi. Tömeshikdan mumkin emas. So'roqqa chiqsaqla, ya doktorga apasa shu vaqt qalpoqni kiydirib ochiqdi. Mumkin emas, u yoqdan bir qadam biya basamaymiz u yoqqa. Kamerning ichidalar bizga chiqmaymiz. Aşağıda bizga o'qituvchi kirib bir narsa o'qitamdi sizlarga? O'qituvchi emas. Aşağıda bizning ichimizda, aramizda chiqqan Xansucha o'qigan, masalan, Xansucha o'qigan qizlar ashlarga deydi. Mana bugun boshqa dars beringlar. Ya bo'lmasa aşağıda nima bor, bunda kamera o'xshash bunda nima bor, ekran bor. Ekranda aşağıda ovozi. Bugun mana shuni yozinglar deydi, aşq ayollar yozdi. Misol unda hech qanday nima yozg'izmaydi. Bizga 5 naqsha Xitoyning 5 naqshasini qilsizlar deydi. 5 naqshani. Kunda 5 naqshani yatlaymiz. Dushanba kuni soat 10da, 10dan 1 minut kech qolsak yana jazolaydi. Soat 10da biz hammamiz bilib turibmiz, ashulaqa chilay deydigan naqsha Xitoyning naqshasini aytamiz. Agar kulib qolsak ya agar birinchisi mana deb qolsa, yo'tilib qolsa mumkin emas. Musho harbiylardak mashtaq turib, chilay deydigan naqshani mashtaq beshimizni igiz qilib turib aytamiz, vaqrab turib aytamiz. Chilay deb turib. Men chet-ellikka men yezish bilmayman, va o'qish bilmayman, mumkin emas. Sening shifunjining batsa mashaladimi sen bilsa deb ash naqshini men yatqi bilib ash naqshini yadaldirib hammamiz naqsha aytamiz. Undan sirt ham 5 naqshini kunda ash naqshlarni aytqizdi. Kunda 5 naqshini aytqizdi, 5 naqshini aytamiz. O birinchisi chilay, ikkinchisi ikkinchisini daftarimda yozildi, uni hozir esimdan chiqib ketdi. Andiki bu har tomoq vaqtida Xi Jinping rahmat aytadigan deymiz. Bizni urvatsima, kaltak bilan urvatsima, shishi deb turmiz. Tamoqni ham tamoqlarni berdi, bir kuni momiz ham bo'lib qolibdi-ku, yen kirgan vaqtda buni biz bilmaymiz.
momu ham bo qaptike bir momu ılqımda qısınız çılırınız çapışıdı. Bir 30 adam 30 kız yemestin andi yelamidik çok qosumuz aş bosum düştü bolgan. Yemestin qo'ydik keyin askin alqı bas besip al nimge dedikçi biz mana momu hamke yelamidik desaq sen kanşuso bu senin uyuңdimi bu kanşuso bilemse sen uyuңdu ham emas dep yemeyme deyse bu yer ham beremdi qandaq berdi yişin kerak depse qo'sing to'yib ketdimi sen endi nim qilsa deb bizni bir hafta jazolab etgan quruq suv bilan momu yedik. Seytan berganmi seytanı yo'q. Quruq momuni bilan suv berdi. Bir hafta ashtaq yedik. Onundaki yana biz bir kamerning ichida 3-4 qiz ashtaq sizlar paran qildinglar, Uyg'urcha paran qildinglar, sizlar Uyg'urcha paran qildinglar, ovozinglar qattiq chiqib ketdi deb bir oy yana bizni jazolab etib, biz bir oy quruq suv bilan quruq momu yedik. Biz kameramiz her kamerni ashtaq jazolaydi. Bir qaytim biz nima bir ay jazolgan vaqtda bir kamerni bizni emas, bir nimni 7-nima korpusda edi. Biz 7-korpus turgan, 7-korpusda ishida 10 kamer bor, 10 kamerni hammasini jazolab etdi. Quruq suv bilan, quruq mom bilan o'tadik biz. Şunun için biz bir anlarni kasap etib minglar deydi. Şunun için sizlar so'zlamanglar, Uyg'urcha gap qilmanglar, xansuchi so'zlanglar deb shu xansuchi so'zlaydi. Xansuchi söz etkizdi bizni. Dari kesimi misal manga endi qan besimi aşa jan soyanga tamgı bastı. Bunun rastda qan besim bak etib 2 qatim dari berdi manga. Etkelik kechdi. Şu darini men xansuchi deymesem manga Uyg'ur boshqa tilda desem manga bermaydi. Şu darini berib aşaqda o'zi darini danshepin, nichendepin, alidepin deb aşını deb bermem, berdi. Berib qo'yganki şişi deb turib rahmat deb turib aşa doktorni Andakin bütün şu ayollarga şu doğru birden aşın dediniz. Bu hazırgacha bunun derdini tatib atqanligini dediniz. To'g'ri. Endi uyada bizga aşu nimge ayollarniki men mesela endi meni hamanglar kechiretinglar uni demsam ham bo'lmaydi. Bir qizlarning aşaqda odatlari kemisun deb aşlarmış tamaqlarımızga dar qo'yib berdi. Odat kemisun deb odatkasi uyat juyinga yo'q. Ya bizga latib bermaydi, ya bizga bir qog'ozlar bermaydi, hech nima bermaydi. Shuning uchun dar aşatga yatqanlarniki 7 oy, 1 yilgacha hech qanday ishim kelmaydi. Bir haftada bir qatim juyinimiz. Juma kuni bizga su berdi. 40 minutdan berdi su. Tushgacha 40 minut, tushdan keyin 30 minut. 30 ayol juyinimiz, 2 minutdan juyinimiz. Bir sovun berdi. Bir sovun 2ga bo'lamiz. Endi hammamiz mana qarindoshlarimiz bu tang bo'layli deb ashad yosh qizlar tang bo'ldi. Tag'aq bir tal tag'aq bor, tag'aq bilan tang bo'ldi shu sovunni. Tag'aqni mashtaqnim qilib turib. 2 minut yuyinib bo'lishing kerak. 2 minut juyib bo'lamiz. Aşı soğunu, yarım soğunu bir adam işletmemiz, 15 adam işletimiz. 15 adam yarım soğunu işletiyordu. Bedenimizki soğun sürtmemiz. Kolumuzku sürtüp, cümle günü üzümüzü maşallah kolumuz yetidga yek sürtüp, soğunu yani berimiz. Kolumuzu maşallah sürtüp la maşallah kolumuz boldu. Su turbudan kelmey çelektin mi? Ya turbudan keledi. Turbudan keledi, su keledi. Aştaqda maşallah juyunumuz boldu. Çaqın çıkıp ketmiş 2 minut bir adamga. Bir adam kirmaymiz, bir adamga 2 minut emas, 2 adamga. 2 adam kirimiz, 2 adamni kirib turmiz, 2 adam. 2dan kirimiz. Kirib chiqib ketimiz, kirib maşallah chaqinib chiqib ketimiz, mumkin emas. Kuniga basa maşındaq bir qog'ozni berdi bizga. 24 saat şu qog'ozni ishlatamiz. Ya cho'ng taratqan ishlatamiz. Su bilan juyish mumkin emas. Suvga chiqmaymiz biz deyman-ku. Etganligi mashtaqliq juyimiz, kechda juyimiz. Juma kun bir qatim badanimiz juyimiz. Bo'lmasa suvga chiqmaymiz. Suvga mumkin emas chiqilishga. Qog'oz berdi, mashinchalik qog'oz berdi. Ya cho'ng tarat qilganda qog'oz ishlatamiz, ya ashaq yig'ilgan vaqtda ko'zlarimizdan, burunlarimizdan ashaqda zukam bo'lmiz, ya burnimiz etish bilmaymiz, ya nim qilmiz, ashaq kichikkan qog'oz berdi. Ay Allohim ya Rabbim. Bir nimni sizlar yaxshi bilsizlar, bir qog'ozni berdi, bir nima dayzning ichida bir qog'oz bor, 12 tal, o'sha 12 tal qog'ozni bir kunda o'sha nimga 30 odamga yarim-yarimdan bo'lib berdi. Sobun mumkin emas, sobun bilan juyinmaymiz, biz sobun bilan juyinmaymiz. Shuning uchun bizga kirdin dadalarga yar chiqib ketdi. Biz ashaq qizlar bilan 5 ta bir qiz
Onu unutib qaptım men hozir deytay. Beshida bir qiz yen kirgan vaqtda bir haftadan keyin mening ko'zimcha bir haftadan keyin bir qiz yen kirgan qiz Maqbarat deydigan qiz 25 yoshlik Urumchilik. Ash qiz kirdi. Kirgandan keyin bir qizniki ashaqda Qashqarniki ash tijorat qilyotdi. Kavobxon bor-ku. Kavob pishirgan yerda ishlaydi. İsmini Mansura. Aş ayalniki hoşudan ketedi ki, turib hoşudan ketedi alqay. Nim deydi? Hoşudan ketken nim deydi? Alqachu, alqay. Hoşudan ketedi go, o ağırıq nim deydi? Tutqaqlıq, hə, tutqaqlıq. Onun tutqaqlığı bayke, aş ayal tutqaqlıq tutqelipla aşaqda jıqıldı. Bu Maqbarat deydigan qiz, yen kelgan qiz jugurapla bilmesi, jugurapla beripla aş ağzını içip, tilini chiqirib, üzlerini martan urib, aşta qo'llarini maş uglab atadi. Doktor aşaqdan saqchilar kepla, aşaqdan saqchilar kepla, sen nimishki qilyapsan, sen kimde deb, agar mush o'lib qolsa, sen javob bersa, biz doktorlar bor, doktorni chaqirsang, doktor o'zi qaraydi, sen doktorma dedi. Bu hoşudan ketdi. Mınaq jıqılğa vaqtı beşi bilan yeg düşdü. Menki beşini dep eştaq dedi. Sen javob bizni qaytarib atamsa dep qalpaqni kiydirib, aşı qarаңғы uyga solab etib, chashqonlar bilan birga bir haftadan keyin o'qi shumsharapli qiz mashtaq chiqdi. Şu doktor nimge tamaqlarımızga bizge darı nim qildi, darı berdi. Nimishga desangiz, yen kirgan qizlar ashtaq nim qilibchi, so'qishmasin, 30 qiz bir-birimizni yevitimiz ichida nimishga so'qishma o'tadik, nimishga desangiz, ashtaqda darı berdi. Hammamiz sukut o'tirmiz. Hammamiz mashtaq bir xil go'mish qilib qo'ydi. Go'mishilqa uynikini qizlar deydi, "Ye, uydagi bolalarimni, ota-onalarimni men uzamma, o'ylay desam, o'yimizga kelmaydi. O'yinimni shucha yo'qitib ketadigan bir darı berdi. Hech nima mushu ömür boyu biz mush turmaning ichida o'tagandek, mush turmada men tug'ilib qolgandek, turmaning ichida tug'ilib qolgandek ashtaq his qildim. O'ylay desam, mumkin emas. O'ylay deb mashtaqlik qilsam, hech qanday o'yimga kelmaydi. Ashtaq bo'lib ketdi. Bir oyda bir qatim bizni qon oldi, ukol soldi bizga. Bir oyda bir qatim biz bir og'riqlar bilan og'riymizmi, ya bir nim qilmizmi, bir ukol soldi, ham qon oldi, me'dim qon oldi, aydis kasal bormi, tuberkuloz bormi, param bormi, piston bormi deb birda qarsangiz ukol urayotgan, birda qarsangiz qon yeyotgan, har oyda ishtaq qildi doktorlar. Uf ya Rabbim ya, nima degan ig'ir jinoyat, nima degan ig'ir vahshiylik bu qadrli qarindoshlar. Yani haqiqiy bir yashagan bir shohiddan anglayapsizlar. Bu qadar dunyoda mana shunday bir jinoyatlar, shunday vahshiyliklar Xitoy tarafidan elib berilyapti Sharq Turkistonda. Xalqimiz, millionlagan xalqimiz, hemşehrimiz qutulib, boshqa davlatning fuqarosi bo'lganligi uchun qutulib chiqadigan bilan millionlagan xalqimiz, ya'ni shu ichinishlik, mushu darajadagi vahshiy hayotni hozir shu minutda biz so'zlab o'ltagan minutlarni yashayapmiz. Endi sizning shuncha vala ig'ir jinoyat, shu vahshiylikni, bu jinoyatni tatib 1 yil 3 oydan ortiq vaqt minutlab o'tadigan, sekundni sanab o'tadigan bu ichinishlik hayotda albatta oson emas hamda. Shu hayotni yashab chiqib, Qozog'istonga sog'-salomat tushib, albatta buning sizning qutulib chiqishingizga oilangizdagilarning to'xtamasdan harakat qilishi, Rossiyaga, Qozog'istondagi butun doiralarga to'xtamasdan har kuni xat yozib, sizning surishti qilganligi uchun, sizga ega chiqqanligi uchun bu yerda yana buni ta'kidlab qo'yish kerak. O'z oilasiga, o'zining urug' tuqqanlariga ega chiqmayotganlarga bir dars bo'lishi kerak. Bu to'xtamaysizning oqibatingizni surishti qilg'ashqa. Sizga hatto Xitoy kimligini berib bo'lgan, Xitoy kimlik numerasini berib, sizni Xitoy qilib shu yerda yevatmoqchi bo'lgan, yutib bo'lgan Xitoy tajovuzchilari birinchi kun tutilgan kuningizdan boshlab sizning oqibatingizni surishti qilganligi, to'xtamasdan davlatlarga besim qilib, har kuni ahvolingizni surishti qilib turganligi uchun bu bir sabab bo'lib, Allohning qutqarishi bilan siz sog'-salomat chiqibsiz. Endi chiqib, uf deb erkinligingizga erishib, oilangizga berib, shu yerga kaplam endi erkinlikka chiqdim deb o'zingizning ishini qilib, xotirjam turmushingizga erishganligingizni qo'shib yurmasdan, yana Qozog'istonda 10-20 kun tura-turmay oilangiz bilan jam bo'lib, men shu ashadagi xalqimning gapini anglataman deb oilangizni tashlab Turkiyaga kelishingizga sabab nima?
Менің сақшыларым сорды, сен тұққаларың ба ма Қытайда деп. Менің ешқана тұққаным жоқ, рас. Ешқана бірімі тұққанымыз жоқ. Менің тұққаларым әміз қайырымдашыларым, тұққаларым әміз Қазақстанда, мен Қазақстанда тұғылып өстім. Мен ұйғыр қызы, менің қайным ұйғыр. Мен қайырымдашылар лагерді 1 жыл 3 ай 10 күн туған, күнәсіз жатқан қайырымдашыларымның аманатлары ба. Менің күнәсіз жатқан қайырымдашылардың аманатлары ба. Мен 20 күн болмай үйге келіп, балаларым әміз сақ-сала, мен қайырымдашыларым әміз аман, әміз. Мен аманатлар ба, сілер мені кешіретін, сілер жапақ қойдым сілер. Мен беріп қарындашларымның күнәсіз жатқан аманатлары ба. Мен өзімнің құрбалық шығып кеттім да, бір чемоданымды шығып кеттім үйден. Аманатларын сақ-саламет еткізейді. Мен ұйғыр, менің қайным ұйғыр, мен ұйғыр қызы. Hakikaten ayeti. Ben yendigim geldi Muhtaylarga. Meni teröristler tutuptu. 1 yıl 3 ay boptu, tutuptu teröristler. Gumanda qıptı, gumandar dep tuttu. Endi 3 aygacha, 6 aygacha qo'yib asmamdı. 1 yıl 3 ay 10 kungacha nim degan tekshirish, nim shunchalik qipti men, nim jinoyat shunchalik o'tkazibdi men. Shunchalik kutdi meni tutib. Meni ismimni yozmay yashaqdi. Meni jazolab, men nim qipti men shunchalik, men deb bersin, so'zlarimga javobni qaytarib bersin. Meni sen günahın yo'q deb, men nima ish qilishdan deydi, sen hech qanday günahing yo'q, sen aqlim chiqdi. Nima uchun aqlandim? Nim qipti men shunchalik aqlanib. Men 1 yıl 3 ay 10 kungacha nim shunchalik qipti men, shunchalik nim jinoyat chiqibdi men, shunchalik tekshirib ololmagan. Ha? Men shu men gaplarim shu javob bersin menga, meni javob bersin. Men shunchalik nim qipti men, shunchalik nim qipti men, shunchalik. Terörist desem, terörist deb tutuptu meni. Terörist deb tutkan 1 yıl 3 ay 10 kungacha men shunchalik men nim qipti men shunchalik. Nimishki meni burnaroq meni nimish qo'yib bermadi. 3 ay, 6 oygacha meni bo'pti tekshirsin. 1 yıl 3 oygacha tutuptu. Sening hech qanday gunohing yo'q deb meni qo'yib bergan. U nimishki meni shunchalik qiynadi meni. Meni ömrüm aşağı ketdi, nimishki meni qiynadi, meni nimishki qiynadi. Men nimishki qiynadi, meni hammasi bilan o'xshashyapti, men hammasi bilan o'xshashyapti men shaqda. Ashtaqni o'xshash men ashtaq o'xshash kamerada ichida ashtaq men o'tkazim kunlarimni. Kechalari uxlamaymiz, 2 soatda bir banda turmiz biz. Men yotadigan yer yo'q biz ashaqda, qilichdak yotimiz. Yotadigan yer yo'q. Asha 10 odam, 12 odam biz banda turmiz, 2 soatda bir-birimiz qarab ashaqda. O'tamay ketib uxlamay o'rturdi. O'rturdi, nimishga desangiz, yotadigan yer yo'q, 30 odam, 6 metrlik yer, 7 metr. Bizning kameramiz 7 metr. 7 metrning 1,5 metr o'borniga ketadi. 5,5 metrda, 5,5 metrda uzunligi 2 metr. Qanday yotalaymiz? Biz tapchan, mundaqchi tapchan deymizlar, nima deydi? Mundaq nimni? Bizda tapchan deydi. Nimchi ilqi. Ashni ustida o'tadi, o'zbeklar o'xshash yasaydi-ku mundaq. Ha, eliqi Bishan deymizlar? Bishan nima deydi bunda? Uni yog'ochni qilam deydi. Yog'ochni, u turma bo'lgan ekan, to'mada qilgan u yog'ochni qilamda, u turma axaqlarning turmasi bo'lsa. Ashtaq mundaq egizligi 1,5 metr, mundaq egiz qilgan 1 metr, bu yoqqa o'burniga ishchik bayaga mundaq 1 metr, nimga u yoqda beton. Ma yoqda mundaq kichkina 1,5 metr egizlikda biz 2 qur o'tirmiz. 15 odam oldidagi qurda, 15 odam aqsti qurda o'tirmiz. 2 qur 15 odamdan bir-birimizga mundaq chaplashib o'tirmiz. Mundaq o'tirish yo'q, mundaq putimizni mashta qilib o'tirmiz. Mumkin emas mundaq qilib o'tirsa, putimizni mundaq qo'limizni mashta qilib o'tirmiz. Tamga qaraymiz. Agar mayoq bir qizni jazolaydi, qarang'uga solaydi. Shuning uchun tamg'il qarab o'tirmiz mashta. Bir-birimizga qarsak sizlar nima parang qilasizlar, nima so'zlashyapsizlar deydi. Tamga qarab mashta qilib o'tirmiz. Bittaxlam.
Ошо 6 метр яды 30 адам кандак ята алайды, ушу bir-birimizге 15 адам маштак ятымыз, маштак bir-birimizге кылычтак ятымыз. 15 адам, 12 адам уш бенди турмуз. 2 адам яды ятуду, ашы бетон үстүдө ятуду, бир липпиз көпүн ташлап коюп, ашты бетон үстүдө ятты 2 адам. 10 адам аша бенди турмуз, ар бир 2 саатты bir almışıp turmuz, 2 saatты bir almışıp turmuz. Keçisim uyku yok, gündüzü saat 5:30'da bir Urumçi vakti 5:30'da biz turmuz. Turup saat 8'de üzünü juyuş boldu, yarım saat. Şu vakti kolumuz maçtak juyumuz 9 tamak geldi. Şu 5:30'dan 10:30'gacha maçtak otagan gep maçtak oturmuz. Anladыңlar mana qadrli qiymatlar. Xitoyning qanchalik darajadagi jinoyatni ishlayotganligini hamma anladinglar. Gulbahor adimizningki oxirida qilgan gapimi haqiqatan har qanday bir Uyg'ur o'ylashga tegishlik. O'zim qutuldim deb endi boshqa ish bilan nima ishim deb oilasi bilan, bolalari bilan oilasi bilan bir uchrashganlikqa qo'shib shu yerda hissiyat olaydi. Ammo bu hissiyat, bu tuyg'u hali kishilarimizdan erlardan chiqmayotgan tuyg'u bilan mana hozir butun ailesini tashlab so'mkasini olib chiqib ketdi. Men bu tatni, bu tatgan zulmni, bu vahshiylikni men anlataman. Anlataman. Amerikadan borman men. Bu vijdon, bu g'ururga kelibdi mana. Buni o'ylashimiz kerak. Bu nurg'unlagan gaplarni o'z ichiga oladigan, nurg'unlagan gaplarga kifoya qiladigan bir so'z biz bilamiz. Endi yana shu yani insanlık qilgan men texmbek sizni zo'rlasam, so'z olay desam, texmbek ko'nglimizda u ko'rgan kunlardan yerim qilib yana shu kunlarni eslatishni agarda yana men so'zlab beray deb qolib qolsangiz, yana shu lagerlarning qaysi birisida bo'lsin ko'rganlaringizni, hamshiralarimizning ko'rayotganlarini yoki o'zingizningki biz ekranga chiqaramadik. Yani jismoniy jihatdan qanday bir mesela so'roqqa chiqqan vaqtlarda qilamdi, endi yorullar masalan badningizdagi. Bu qaysi shaklda shuni bir qanchasini so'zlab bersangiz undan keyin. Yo'qda 1 minut deb emas, bir ashaqda 16 nima doktor kelgan vaqtda yor chiqib ketdi, ashaqda menga qon besimning dorini berdi. Biz 3 ayolga ashaq dorilarni berdi. Birisi 62 yoshlik Maryam ajamga berdi, uning yurak kesili bor. Yana bir Sajidam deydigan tajik qiz bor. 25 yaş əgdəyməyən o tacik qız Qashqayda tug'ilib ashaqda o'sgan qizga ashnima tutgan nim sababdan sizni tutdi deb hamda asta kashda so'raymiz. So'rdim men, so'rsam shu Muhammad Salimning telefonida sening telefoning chiqdi dedi. Bir yozuvchi ayolninki rasmini bergan turasiz abi. Shu rasmni olib kelsang ekranga. Ismi nima dedingiz? Sajidam. Sajida. Tajik qizi. Sen Muhammed Salim'niki sen telefonu... Yok, muş ayal şu mu altıma ekrandaki? Bu ayal bu Gulbahar Aziz. Bu yazgıcı. Gulbahar Aziz yazgıcı hem advokat özü. Hem de o ayalnıma Muhammed Salim'niki, seninki aşkı Muhammed Salim'niki... Muhammed Salim Damullah'cımınki? Aşkının telefonda senin numarın çıktı deyip muş ayalım tuttu. Muş ayal ben 3 ay yattım. Hazırgıcı muş ayalga serih maca kedirip sotkı çıktı bu ayal. Bu özü advokat, özü yazgıcı. Aşı muş ayalma bana yaman nım deyip ketdi Gülbahar. Men üzem bu ayal 43 yaştıke. Bu ayalda 3 ay tudum. Bu ayal dedim ben ataqlıq, danqlıq yazgıcı, men hemisi biledi o, hemme advokat. Hem de men çıkıp meşen hergiz men advokatlıq qılmayman. Men üzemni qoğdiyağımda men maçtaq dəceri bolup qaldım. Dep bu ayalda men 3 ay yattım. Yazgıcı. Moş ayal mı dedi Gülbahar, moş siz çıkan sırtkı bәрім siz çettelik болған ki siz çık gitse, sizin işiniz mi yok ki, siz hiç kala birisi pul saptı ki, o yatımını saptı ki, sizini saldı depti, sizin işiniz çıkmasa, sizin telefonunuz da çıkmasa, birisi siz tökmet kıldı, sizin hiç kanı işiniz yok, siz hem çettelik doğan ki siz çık gitse, moş bütkül dünya anlasın, benim aşlaq telefonda çıktı, aş Muhammed Salim'nin nimesi nomeri çıktı dep meni maçtaq sola koydu, meni hem de qancha yıl sotilib ketmem, ben bilmeyme bir Allah bildi dep oturdu aş ayal. Aşı Muhammed Salim'nikiden nimniki mi çıktı? Sajidam deydigan 25 yaşlı kız, tajik kızniki mi çıktı? O kızın sürtü men o kızını hem de kompüter tapamadım. O kız muallim bo'lib nima yaslida
yaslida ishlagan qizga. Uningmi kalisidan ketdi, hozir ashaqda kechki o'ylab birib saran o'xshashlar turib-turiblik o'tirib so'zlaydi, turib-turiblik o'zi mashtaqlik qilib hech nima so'zlamaydi. Ash saqchilarni urib baqdi, ash qarang'i solab baqdi. U qiz hech kim bilan so'zlamaydi. Mundaq o'tama desam, o'sh qiz mashtaqlik qilib o'tirdi, sarangdakli bo'lib, sarang bo'lib qoldi. Yana bir qiz yatdi, u qizning ismini unutib qoldim. Urumchilik qiz, ash qizma aşağı kirib saran bo'lib ketib, aşı chichib po'qlarini etib, aşı mush tomlarga surib kelib, u qizni nega ketdi bilmayman. Ya Saranxonga ketdimi, ya bir yoqqa ketdimi, uni mana ismlarini ataydi, aşağıga ishkniyinda ismimizni ataydi. Misol Gulbahor Jelil desa, dol deb borimiz, aşı tayyor qo'limizni aşı tüşükdan chiqib beramiz, kishanni taqaydi. Qarqalpaqni ketib chiqirmiz. Ya bizni so'roqqa chiqib ketdimi, ya meni misol men uyga ketdim, ya men uyga ketdimi, ya o'ltirib yatdimi, hech kim bilmaydi. Ya o'ltirishga ketdimi, o'ltirganlarni siz ko'rdingizmi shu yerda? O'lgan qizni birini ko'rdim men. Hurriyat degan qizni ko'rdim men. U Hurriyat bilan men Erkanda yatgan, Erkanda. Hurriyatni 8-oyning oxirlari 9-oyda akirdi. Hurriyat bilan bir kamerda yatdim. Yatgan vaqtda Hurriyat men normal 3 kundek normal biz bilan judi. 3 kunda keldi aşı 20 u qizga hozir men desam 27 yoshda u qiz Hurriyat. U qizni nima sababdan akirdi desangiz, u qizning 2 qizi bor ekan. Bir 7 yoshli qiz bilan Turkiyaga ketdi. Bir ay Turkiyada turib aşaq yani vatanga qaytib aşı Urumchiga borgan vaqtda ash qizni tutdi. Tutgan vaqtda ash qizni akirgan vaqtda 3 kunning ichida aşı nim qilib vaqirgan vaqtda u qizni aşı kishallan putlarini selib ashaqda qattiq urvatdi. Urvatgandan keyin u qizning kallasidan ketib, ash qiz vaqirab kecha kunduz aşı bizning kamera ichida vaqiraydigan bo'ldi. Keyin uni qarang'uga soladi. Aşı nimlar bilan nima Çaşqallar bilan aşağıdan keldilar, aşı qizni yo'qolib ketdi. Keyin askin men oxirgi kuni doktorga doktorda 2 kun yatdim dedim-ku. Doktorga yatgan vaqtda aşağıda 3-4 qiz, to'nish qizlar bor. Siz Gulbarada siz ketmabsiz, o chetdalik turib ketmasınız. Biz meshan turib biz qachon chiqib ketamiz? Bizim umidimiz yo'q deb ash qiz ash qizdan askin Hurriyat qanday bo'lib ketgan desam, Hurriyat bizni Hurriyatni ashtaq o'zini bilmaydi, ashtaq lassat bo'lib ketdi-ka, ash nimdan akeldi. Mush doktorxonada ash nimdan Sankandan akeldi. Akaga vaqt Harvoda akeldi. Harvoda bunu qizni juvitinglar dedi. Ash qizni men judim. Ash qizliqi o'lik bo'lib qoldi. Hozir mana aralli jin aran qolgan ashni juvitinglar dedi. Ash Harvo bag'imda so'rab akeldigan o'tirib mashtaqlab tikilishib ketdi. Hali qiz tirikdika, ash qizni juvib ochiq berdim. Qiz o'lib ketdi. U nega ketdi bilmayman. Ochiq juvib berdim. Ash Harvosi degan ip chiqib ketdi dedi. Hurriyat. Keyin askin Sankan o'g'lanim angladik ki Hurriyat o'lib ketdi deganni u xabarni angladik. 27 yoshli qiz 2 qizi qoldi. Nima sababda tutdi desanglar, shu Turkiya qizi bilan ketdi, kichik qizi bilan. Bir oy turib ketibdi. 9-oyda hozir kompyuter qarab izlab ko'rsanglar bilsizlar, 9-oyda bo'lgan voqea bu. Demak, ya mening ko'zimcha mana birisini ukol urib, doktorxonada ukol urib xultvatdi, birisi mush Hurriyat degan qiz, 27 yoshli qiz, Hurriyat. Qag'allarini hamda ismini ataydi, biz dol deb borimiz, qaytib kirmaydi. Ya u boshqa yoqqa ketdimi, ya doktorga ketdimi, uni biz bilmaymiz. Qaytib kirsa, davomli holatda almashib turamizlar. Her hafta bizni bir-birimizga o'rganib qolmisin, bir-birimizga bir nima o'rgatmisin, bir-birimizga tonishib qolmisin deb her hafta bizni masha almashidi. Misol mushu Gulbahor Aziz bilan tudim, bir oyda tudim, keyin yana bizni almashtirib etdi, yana boshqa kamerga bassam, yana mush ayol baka, misoli boshqa kamerga bassam, boshqa qizlar baka, ashu kamerga boshqa kamerlarga, boshqa lagerlarga almashib turdi. Almashtirgan jarayonda hammamiz ham Urumchida qancha ming odam, 160 ming odamni bulto tutdi. 160 ming adam bir-birimizni bilimiz, itini bilimiz ama bundaq ko'riblar va ya oyoqda yotgan, mayoqda yotganda bir-birimizni o'zimiz bilan ko'rsaqlik bilimiz. Her lagerni almashdik, turmani almashdik, kamerni almashmiz, her hafta almashib turdik. Endi programning vaqti e'tiborli mishal oxirlashtirsak, haqiqatan nihoyatda qimmatli ma'lumotlarni berdingiz. İnşallah bu dava yo'lingizda bundan keyingi
bu Xitoyning jinoyatini, bu tajovuzchilikni oshkorlash uchun chiqqan bu yo'lingizda muvaffaqiyat tilaymiz inshaalloh. Rabbim inshaalloh xayrli qilsin ishlaringizni. Qadrli qarindoshlar, albatta buncha vala gapni anglagandan keyin bu tajovuzchiliklarni albatta bu bir dengizdan bir tomchi. Mushuni anglabmi yuraklarimiz, anglovchilarimiz ekranda ko'rib turayotgan naq maydonda qilmashimiz hammasi inkaslarda bilinib turadi. Albatta demesammi his qilganliginglar hammanglarning yurakinglarga ayon. Tajovuzchilar mana shundaq vahshiylikni elib beryapti. Hozir mushuni sizlar ko'rib turayotgan ekran oldidagi qarindoshlarimiz va biz mushada suhbat bo'layotgan jarayonda milyonlagan xalqimiz bu azobni, bu uqubatni, bu vahshiylikni 24 soat shu yerda chekib o'tadi, shu azobni tatib o'tadi. Buni his qilgan asosda, buni bilgan asosda yashaydi va buningga ko'ra harakat qilaylik deb buningga chaqiramiz. Yana bu sukutni tanlayotgan, yana jim turayotgan, hatto men angladim men degan abay mushu hamshirimiz bilan, mushu Gulbahor hadimiz bilan birga yotgan şu azabni chekayotgan urug' tuqqanlari mushu erkin dunyoda yashayotgan hatto Turkiyada ba insonlar hala bugungi kungacha sukutni tanlayotganligini angladim. O'zining vijdonini yuragiga qo'yib baqish kerak. Mana shunday ahvolda mushu zulmni, mushahadimiz anlatib bergan zulmni tatiyotgan urug' tuqqanlarga ega chiqmay, yana jim odatda yurib o'zining ishini qilib yurganlar o'zining vijdonini tekshirib baqish kerak. Bunu o'zining vijdoniga havola qilamiz. İnşallah Rabbim xalqimizningki bu ichinishli fojiali kunlardan bir minut bo'lsin baldir qutqizishini, bizga bir chiqish yo'li berishini Rabbimizdan tilaymiz. Va buningga ko'ra bizmi ham harakat qilishimiz, bizdan bir haqiqiy sodiqlikni, haqiqiy bir amaliy bir harakatni Rabbimiz ko'rish kerakki, biz shu yordamiga Rabbimningki nusratiga biz bir loyiq bo'lsak, andikin Rabbimning nusrati, Rabbimning yordami andikin keladi deb qarayman. Buningga ko'ra harakat qilishimiz kerak. Tekrar buningga chaqiramiz. Boshqa bir programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Qayta tekrar rahmat aytaman bu yerga jasorat qilib kelganingiz uchun. Rahmat aytaman sizga Gulbahorda. Yana bir qatim programmada ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.